Menday odamni o'zgartirib bo'lmaydi. Odamlar har xil bo'ladi. Borki ko'ndirish mumkin, borki dil qo'rqitish mumkin, borki ertalik uni mana shunday harakatlar bilan yo'lidan qaytarish mumkin. Meni o'zgartirib bo'lmaydi. Men mana shunday odamman. Mana shu tinchlik, mana shu barqarorlik, ertangi kunimizni himoya qilishga men jonimni berishga tayyorman. Bu bekor gap emas. Bu qalbimdan, butun vujudimdan gapiradigan gap. Yoshlarni bermaymiz hech kimning qo'liga. Yoshlarimizni himoya qilamiz. Nima uchun bizlar qanaqadir aqida parastlar yovuz niyatlar bilan yurgan odamlarning qo'liga men o'zimni bolamni berishim kerak. Meni fikrim bo'yicha O'zbekistonda yashayotgan million yoshlar o'zimni bolam, o'zimni farzandim. Begunoh odamlar o'lib ketdi. Nima uchun?